Yine bir ne sen Ava. Ağa iş videonu teyine komentariya oynayacağız. Bolam. Bana 200 bin so'm omadli insana beramiz. Bo'ldi git. Bolam ağa. Xalq uchun 200 bin so'm şu komentariya, chiroyli komentariyalarni yozadilar. Ajoyib etib shu indiki ish o'rnini obzor etgan vaqtimiz shu komentariya egasini aniqligimizdan 200 bin so'm beramiz. Yanasi. Xolasa plastikini solib, xolasa nalicha alib o'zingizga ikkitadi. Komentariya egasini o'zingiz belgilaysiz. Tamam, indi videoda. Indi videoda ava pulini men ishtirib qolaman. Bo'ldi ağa, rahmat sizga. Sağ olun. Jetovur bilan barter etdim bunu aka. Jetovur bilan. Jetovur bilan. Bundan bana bir so'mlik foydasi kerak miydi? Narxi 150 million so'm. 150. Ha. Nima qo'shamiz? Bir yuring kattaroq ochko'shik ağa endi. Meydalashib o'tirmaylik, kattaroq ochko'shik. Bar metan qo'shdim buna. Metani bor. 150 ning ichida. Tayyor mashina metandan qo'shasiz. Hava. Yetti ağa 150 ning ichida metani bilan yana baxtiyor ham meydalashmaydi. Endi obizlar ham o'zlari bor. Full pozitsiyada zadniklar ham yapiladi, lyuklar ham bor, ishlar ham döşelgan, bosh ballonlar qo'yilgan ağa bu. Full narsamizni tayyor aydigan vajimizni chetamiz. 200 million demak. 200 million. Kelishamizmi? Gelishib o'tiribmiz buni. Sana bir qiziq yuring aytaman aka. Mashina 200 millionni bersinlar, metan bosib beramiz. Metan ichida. İçinde. Javob axir. Yetti. 200 ichida metan qo'ydirib berasiz. 200 beradilar, ayani hech narsasi yo'q, metanni bosib beraman. Havo. Ajoyib ağa, gap bo'lishi mumkin emas. 165 olsa beraman mashinani. 165. Havo. Ağa bunga nima qo'shamiz? Benzin solib beraman aka. Mana bir narsa qo'shsam bo'ladimi? Qo'yaver, qo'shaver. Chixoli. Gaping sinmasin bo'ldi aka. Chixoli bilan benzini. Yanasi, xudo xolasa. Ajoyib ağa, 165 kelishamiz ham bundan. Kelishamiz. Hali zo'r budjetli variantdan ham Nexia 2 Matiz'dan ham ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu mashina Qo'shadi olmadingizmi endi? Qo'shadi. Nima deymiz? Benzin qo'sha qo'yik. Benzini. Ha. Benzin kamlik ketadi bor. Mau. Chixol ham qo'shamiz. Bo'ldi qo'shdik. Chixoli benzin ağa. Sizdan. Qo'yningizda ustida kelishamiz. Kelishamiz. Ha. Nima qo'shing bunga? Bu nima qo'shasan bunga? Qo'shkidi nima bo'lsa bor ekan. Ko'rqani? Endi qo'shki deysiz ham yo'q ekan. Metan mo'zar tayyor ekan. Ayt. Egasini bir dana generalni sizdan. Bo'ldi ketdi bari. Generalni berasiz. Beraman. Tamam. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yaxshimisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Xudo xolasa bugun sizlarga ajoyib yerdan mini mashin bozordan mashina narxlarini ko'rsataman. Bu yerda Baxtiyor amiz hozir narxlarni aksiya etib beraman, vech qo'shib beraman, benzin dedi, boshqa dedi. Chiroyli etib sizlarga aksiyalarni ajoyibundan qo'yib berishga harakat etamiz. Videolarimizga bir likelar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar. Kanalni sirtdan kuzatuvchisizlar. Iltimos sizlardan obuna bo'lib qo'ysanizlar ham sizlardan hech narsa ketmaydi. Bir dana like sizlarni hech narsadan olib qolmaydi. Bir dana likelarni bosib ajoyib etib videolarimizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bu yerni manziliga keladigan bo'lsak, manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumani 4 ko'chasi. Mendan aytganda ko'p odam Lenin ko'cha demaydi. Lenin ko'cha deb aytsam, Lenin ko'cha deb aytma, 4 ko'cha dedilar. 4 ko'chada bak tarafimiz Dilkashdan o'tib kelaverasizlar. Chap tarafda yana ko'rib turganlaringizdek, bak tarafimiz alasa oila to'yxonaga 7000 turib. Oila to'yxona Obxodnoydan kelsangizda o'ng tarafimizda bo'ladi yana mini mashin bozor. Hozir sizlarga chiroyli etib narxlarni ajoyibundan tanishtirib o'tamiz aksiyalar bilan. Mashalomanda yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, shu videoni yuborib qo'yinglar, ajoyib etib chiroyli zo'r arzon mashinani aksiyalari bilan chiroyli etib tanishtirishga harakat etamiz. Yetib kelsa boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, sog'liqlaring yaxshimi? Ishlar o'zingiz. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamasdan. Omon sog'liq. Narxlarni chetamiz ağa. Xudo xolasa, yana qo'ldan kelganicha harakat etamiz. Azatcha, xalq azatsin deb. Shuning uchun obunachilar bilan bir salomlashib berdik. Assalomu alaykum. 4 kun nomerlarning obunachilari, Rasulbekning obunachilari, xudo xolasa bu mashinalarimiz bor edi. O'zim ukam iltimos etdim, gap tushirib berib ketdim. Toza mestiga o'tib sal bitta yengilak havo. Sal kattaytirdik havo. Mashinalar ko'paydi. Xudo xolasa yana. Havo. Kiyadan boshlaymiz ağa. Kia Sonetimiz bu. Kia Sonet. Qancha yil bu? 2025 ni o'zi bu. Chistli 25 hang. Havo. Bu endi birinchi pozitsiyasi qanday? Havo mexanikasi. Mexanika variant. Bu 111 kilometr yurib turibdi ekan. 111 kilometr yurib turibdi. 6 skors bu. 6 skors bo'ladi, 5 emas. Eldiga 6 skors, dodi bilan 7. Ha, 7 skors общий. Ekonomik mashin 100 kilometr 4 litr benzin yedi. 4 litr. 4 litr yedi benzin. Aha. Mashinamiz narxına keladigan bo'lsak, ucha qachirib o'tirganmiz 225 million o'zi bo'lsa beraman mashina. 225 hang. Havo. Endi shu yerda bir savol keladi-da. Havo. Hukumatda boshqacha baho deb yozadilar. Men 225 deyapman narsa, maqsadi to'g'ri hukumatda salar zarar qoladi. Biz trading etib olamiz mashinani, chiqarib olamiz o'zlarimiz. Uni Cobaltga almashtirib, boshqa biza endi masalan barter etamiz Cobaltga, masalan Nexia 2000 Matiz milliy mashina barter etamiz.
azırak yeter etmesi olsa karışık etip Hem veremiz. oforminin üstünde pul oynandan keyin sel Sel kımmatrak nesi boladı? Bunu köngüne onlardan bolsa alaverediler. Yine maşinimiz 2025'in özü yine maşinimizde bir neleri var mesela. Bundan 3'lü sattım belki. 3'lü. Xudoga şükür ağan adamlar mesela maktab etdi. Acayip. Zor maşin. Gap yok. Ezet Bey deydi. Ama aytılgan bahalarda yine gelişemiz qağa üstünde. 225'in özünü veredi ona adama bolsa maşinin içine pon göçetip veremem. Döşep çırayla etmek. Göçetip çıraylatip veremem. Acayip. Ben neyse bonusu ya. Narxını yine bir gelişemiz qağa. Naliç pul bilen. Duman Naliç baştan pul. gelişemiz Xudoga. Kobaltamız Midnight 2025 mamağa Bu 5 günlük maşin. 5 gün oldu. Hava 5 günlük maşin. 5 günlük Midnight. Farları qarayğan, zadnükle. Salonda bir xatar göstərib ötəmiz. Disklər qarayğan, bu taza variant. Mana motorlarında sel özgəriş var idi lan. Bunusunu Metana ben düzülgen, doğrusunu netken açsam dediler. metana düzülüp netilgen deydi. Lekin biledim vəzim biledim deyim, bilmiyordum bilmiyim deyim. Ülke doğrusunu açkanım Tamam, yaxşı. Yalğan doğrusunu gep gerekmiydi açsatken. o. Avtomat. Avtomat korobki, Midnight. 5 günlük maşinimiz. Narxını neçə etəmiz buna? Bunu ki boladı onun aytaveri. Aha. 165 olsa veremem maşinimi. 165. Hava. Ağa buna nə qoşamız? Benzin sapara o ilke. Mənə bir nəsə qoşsam bolamı? Koyar o, koşar o. Çixolu. Gettin sınmasın boldu ilke. Çixolu bilen benzini. Yanayası, bu da kalas. Acayip ağa. 165 gelişəmizə bunlara. Gelişemiz. Tamam. Kop qara kətdə vallahi maşını. Full pozisiyon bağa. Hava bu full pozisiyası 2023 Full yıl işlep pozisiyon. çıkarlığa. Boş balonla qoyulğan ekan. 24'te giyen özü. 124. Hava tek pasport 23 oladı. 23. 5 el tuttu. Elde aynalarım kızadon spirallı Tamam. ekan. Zadnikle yapıladı. Lükları bağ. Avtomat korupki. Tonirovka razishine sağa Baba, raşinesi baba. 5-6 ay var. 5-6 ay değil bak. Metalları bağ mı? Metan yok. Benzinde yürgen. Benzinde yok. Sen yürgen ağa? 11 bin yurttur. 11 bin yurt tuttu. Tamam. Abi izlenen mözleri bakır. Abi izini kanamadım yine bir görelim. Gör verem. Şurada durgan versin. Abi izini bir görüverik. Şimdi full bolsa abi izlen buluşu gerek ağa. Abi izleri bağ. Çok deyinde abi izleri hem mözleri bağ. Full pozisyonda zadnikler hem yapıladı. Lükler hem bağ. İşler hem döşelgen. Boş balonla koyulgan ağa bu. Full nersemizde teyyar edildi o vecimizi çetemiz. 200 milyon demek ki. 200 milyon. Tamam. Gelişemiz mi? Gelişip oturumuz buna sana Aha. bir kızık gülün Tamam. aytamam ki. Maşına 200 milyonunu versinler. Aha. Metan basıp veremem. Metan içinde. İçinde gitti. Cevap bakır ağa. Gitti. 200 içinde metan koyduk Ama berez. 200'ü verediler. Ayağını yeş sesi yok. Metanı Sizde. basıp veremem. Ama Acayip ağa. Gap buluşu mümkün emez. Nix 3'ümüz ağa. next üçümüz. Çıraylı. Çenç yıl bu. Bu 2023'te işlep çıkarılan maşinimiz. 23. Pasport 22. Hava. Pasport Bu 22. opsiyon Salonda atıyoruz. 23 alıngan. 23 alıngan maşinimiz. Çen Pasport yurt tuttu bu. 22. Bu 19 bin yurt tuttu. 19 bin yurt tuttu. Salonlan bir hata. Zavaskoy monitorlu bulan. He Zavatskoy. Hava. Euro variant mı ya? Hava özünde yensiz Zavaskoy eksporta çıktı. Opsiyon Export yapıyoruz. variant. Ana galeriyada yürüden fonksiyon konukçilerim var. He bir de galeriyosta Hava. karda yürüdüğü funksiyaları var. Saka disksem özünde giyen amanı zavodda giyen. He saka disksem özünde Hava. zavut gen. Boş balonlarım koyulgan Tanrı ekan. kişinin 2 aylık nasıl kaptırıp değerli. Surokuba 2 2 ay. ay eli Hava. yazdı ötürü vererek hani. Hava. İndi bunun kaputunu açsan size bir nese göstereyim. Aha kaputunda teyinde yenen bir mesele var mı ya? Metalla 3 milyon, 4 milyon, 5 milyonluk ku. Hava. 10 milyon somluk metan koyduk. 10 milyon son. Hava. Farkı ne oldu aynı ağa? Bu farkın arkında degen değil. Bana karısı ki bu maşına o şey azap vermeydi. Zordan spatiniydi lan bu. He. Yine bu ezlerinde köprü azisaları veredim. Doğru lekin reduktör injektörlarında köprü Hava. azisiyete de var. Balon udura veredi o arkada. Hava, balon, Boğanın balon, işi ve ezlerinde lan bunun. Acayip. Kraskisini çıkma. Kraskisi absolut ne radlı. Radnoy. Hava. Narxını neçətəmiz buna ağa? Bunu ki 135'ten azrak kayıp veremem. 135'te azırak qaytamız hein? Doğru lekin sen kımmat değildiler ülke. Doğrusunu ayta vereyim bana. 22 23 Hava 22-23'ten taşkari maşinin özünden 9 milyon sondan yakın 10 milyon sonluk metan var. Bu bir boş balonlu araba. Saka diskiler bu yüzüneki radyo. var ekanlik. Monitörlerim özüneki. Arka vizyona vizyonlarım Zavaskoy gelin. Eksporta çıkandan mı? Zor hıylı. Nam koşamız yaxşı. Uçamına Çixol yox ekan, çixol koşamız. yaxşı koşup beraber. Çixol hein? Yaxşı. Acayip ağa. Bırak alasın. Zorundan çixol. Yanesi. Mı gəlişəmiz hem üstündən. Gelişemiz. Mijigallarına diyeyim ben mesela. Midigarlanan var ekan Nexus 3'ten. Şimdi bir anda yine bir Nexus 3'ten bana ötük. Bolar. Şimdi axırında Bakalım. sırayla zor budjetli variantlanam Nexus 2 matizlanam göstəmir. Videonun axırına çəlli görün. Bu maşına Aha. bonusuna yeşilse koş etemez bu maşına. Təyar bu maşın. Metan Metan boş balon işlerem döşeltip de boş balonla qoyulğan ekan. Amma vəziba. Hörmətli yurttaşlar, qaranga. 2020 yıl. 2020. Hava. Açamayın açık tuttuk. Ben üstünü 2020. Sen yurt tuttu baba. 74 bin yurt tuttu. 74 bin yurt tuttu. Hava. Full pozisiyada çuxolları, polikləri, əməyəcləri qoyulğan. Qoyuldu. Metallara Metan əməyəcləri bax.
Motorlar ham açılğan emas. Zo'r, ajoyib. Klassik Radnoy. 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 Radnoy vech. Endi buni eshitsa qo'shmadingiz, narxini aytamiz. Endi uni qo'shki deyapmasdan qarab. Yaxshi. Hamma o'zi. Zo'r ekan, o'zi bor ekan, to'g'ri. 115 dan kelishib beraman. 115 dan kelishamiz. Kelishamiz. Benzin qo'shaman men og'a. Sen o'zi bir narsa qo'shmasang bo'lmaydi-ku. Yo'q, men xalqim uchun bir narsa qo'shaman. Bo'ldi, bo'ldi, aka, bo'ldi. Xudo Tamam. xolasa. Bergi Cobalt'imiz. Bu Cobalt'imiz Style'imiz. o'tgan hafta 6-gün geldi bu. 25 mi? Hali bu 4 gün bo'lmoq şey. Hava çift 20. Trallerdə ekkap qo'yganlarimni videolarim turibdi. Shu bo'yicha Hava. turibdi. Yana bu Saylung'un eldine tushirib olib qoldim trallerda. Apadnoya. Apadnoya. Ajoyib. 2025 Style variant 5 yillik mashina deysan. Ha. 42 kilometr yurib turibdi. Ağa Şuraylat bunu narxini arzonlatamizmi endi? 60 olsa beraman aka. 60 bo'lsa berasiz. Ha. Qo'shadimi vajingizdanmi endi? Qo'shadi. Nima deymiz? Benzin qo'sha qo'y. Benzini? Ha. Benzin kamlik ketadi. No. Chixol ham qo'shamiz. Bo'ldi qo'shdik. Chixol benzin ag'a. Sizdan. Yana Qo'yningizda ustida kelishamiz ham. Kelishamiz. Yo'q, endi bu kelishilmaydi. Ochiqchasini aytavering. Kelishamiz. Naqdda kelishamiz. Bunday ucha, qara, ochiqchasini aytavering. 160 ming o'zi bo'lsa beraman mashinani. Kelishilgida emas. Mendan masalan, to'g'ri, men ham olib sotaman, 1-2 so'm pul foydalanaman. Lekin ya ko'plar nima deydi, masalan, olib sotamiz, novg'ani pulni shaqirdisana degan deb bo'lib qolmas ekan. Men ham xo'jaligim bor. Shuning uchun 160 ming o'zi bo'lsa berib beraman mashina. Kelishamiz. Bergi Cobalt'imiz. Bu nechanchi yil bu? Bu 2023-yil ishlab chiqarilgan mashina. Darkman bloku eng bu. Hava Darkman bloku. Qarang'ida qora gösterdi, quyoshda g'o'k gösterdi, zo'r svetdan. Bu svet ham trend degan. Monitorlar qo'yilgan ekan. Monitorlar boshqa hava. Chixolni oqshom döşetdim o'zi. Chixol ham bor ekan. Men aytmasin deb döşetdingizmi? Ha, döşetdim buni. Evakur poliklari bor ekan. Endi menga nima qo'ysam ekan men? Men hech qo'yamam-da. Jaramiz xudo xolasa. Metanmi? Benzindami? Bu benzinda bu. Mashinamiz 25 ming yurib turibdi. Benzinda yurgan. Benzinda yurgan havo. Ajoyib. Shu 4 yilni o'zini mashina sho'rdi mashina. Jetover bilan barteratdim buni aka. Jetover bilan. Jetover bilan. Bundan mana 1 so'mlik foydasi kerakmidi? Narxi 150 million so'm. 150? Ha. Nima qo'shamiz? Bir yuzing kattaroq vach qo'shing ag'a endi. Medalashib o'tirmang, kattaroq vach qo'shing. Bor metan qo'shdim buni. Metani bor. 150 ning ichida. Tayyor mashina metandan qo'shasiz. Havo, qo'shdim. Ketdi ag'a alasa. 150 ning ichida metani bilan yana baxtiyor ham medalashmaylik dedim, medalanamiz. Hurmatli do'stlar, endi sizlarga budjetli variantda Nexia 2 Matiz ham bor. Bemalol kelaverasizlar. Agar Nexia 2 Matizlaringiz bo'lsa, Cobalt'dan kesishingiz ham mumkin. Xohlasangiz Nexia 3, xohlasangiz Kia, xohlasangiz Gentra. Ag'a Nexia 2'miz nechanchi yil bu? Nexia 2'miz 2012-yil ishlab chiqarilgan. 2012. Ishlarda o'shab turibdi, bo'sh bog'lar qo'yilgan ekan. Hamma bor, metani bor. Mashinamiz 333 ming yuribdi. Zo'r streshni yuribdi. Chixollar bor, poliklinomlar to'shalgan. Sonusmi bu, donusmi bor? Bu sonus. Sonasang? Havo. Bosh ballonlar ham bor. Hamma mavjud. Motor ham remontdan chiqib turibdi. Hibrid, lyuks konditsioner, yo'llar ham gidro. Ajoyib. Metallar ham bor. Bor. Moy optol yemaydi. Yo'q, yemaydi. Ajoyib. Kraskisi? Kraskisi 2-3 detalında var indi və bizsə. Strashni yo'q. Yo'q, strashni yo'q, mindi. Rabotchi mashinka və bizsə bo'ladi. Bo'ladi bə. O'zine yarasha bor. Dumam strashni udariga gelmez, net gelmez. Mashinamiz normalni, kontaskida turibdi. Hadovoylar ham zo'r. Hadovoylarni tozadan qo'ydirib qo'ymoqdim, zakoniyat. Zakoniyat ishlatdingiz. Narxini nechadan tutmadingiz? 51 bo'lsa beraman. 51. Havo. Nima qo'shing bunga? Bu nima qo'shasan bunga? Qo'shkida nima bo'lsa bor ekanmi? Ko'rtadi? Endi qo'shki deysiz desam yo'q ekan, metan mo'zal tayyor ekan. Ayt. Egasini bir dana generalni sizdan. Bo'ldi, ketdi bari. Generalni berasiz. Beraman. Tamam. Matizimiz boshqacha ko'rinib turibdi bu Matiz. Bu 2014 ko'rinib turibdi. 14-yil. 2014. 2014. Qora svetdan. Qora svetda mashina. Mokre asfaltmi bu? Yo'q, sisti qora. Sisti qora. Ikki ochiqchasini aytaman, mashina meniki emas. Sotib bering deb aytibdi. Egadan mashina. Mashinamizni 45 million so'mda o'tiribmiz. 2014-yil ishlab chiqarilgan, shu bir krelda kraskasi bor. Oldingi o'ng taraf krelda bor. Mashinamiz 128 ming yurgan ekan. Chixol lilolim pol ekan, mo'jab bor ekan. Prostoy rul gidromi? Prostoy konditsioner. Prostoy konditsioner. Ha, konditsionerlar ham ishlaydi. Oho, konditsionerlar ham bor ekan buni. Obunachilarimizdan iltimos etib so'raylik. Masalan, kommentariya yozganda yomon gap aytib yozmasinlar, iloji boricha. Mashina meniki emas, egadan gap turibdi. Har bir odam masalan o'zini vajini o'zi narx qo'yib biladi. Men qo'ya olmayman, meni vajim emas. Barteraga kelsagan o'zingiz qo'ysan. Barteraga kelsagan men o'zim qo'ysam, lekin iltimos etib qo'yib sotib bering dedi. Yaxshi dedim, yana qo'yibdi. Kelishilsa ko'nglina yoqadi. Odam bo'lsa kelsin, masalan 45 million so'm degan bilan
1,5 ay qarash ketib bilaman, yetmagan puluna. İltimas etib egasi bilan ikkisini realni bir-birisi bilan uchrashtirib, ava, shunda to'lashdim. Ozgina 15-20 kun durib berib, bir ay yarim ay turibsaman. O'zim turgandan keyin bir onam turib turaman. Avalam bor xudo. Menga bir narsa kerak qo'shamiz. O'zingizdan lekin, egadan bo'lsam, aga o'zingizda vez qo'shtiraman. Klientlar uchun, xalq uchun. Yo'q, to'g'ri, yomon bo'lmadi aga. Endi hamma narsaga qo'shtirmasam bo'lmaydi, bilasiz. 45 ning ichida shu gen davenisini ishlab beraman. Gen ham ichida. Genini pulini beraman. Bo'ldi aga. Xalasa opamiyasini aytganda 1 millionni beraman. Xalasa gen olaman desa genini 1 millionni beraman. Ajoyib aga, gap bo'lishi mumkin emas. Qani, bu endi aksiyalardan ajoyib aytib, yana ham qachon uyushtiramiz aga? Xudo xolasa tez arada mexanik kobaltlarim kelyapti. Chishti 25 sot keladi va kobaltlarim. Bozordan keyin shu Albinizdagi bozordan keyin Sparklarim kelyapti. Xudo xolasa yana endi bir Allohdan katta gap so'ralamma. Gese xudo xolasa ham chiroyli aksiyalarni zo'rlardim. Hozir sal ertaroq kelganingizda Sparkimni sotdim ekan. Spark sotdim. Tuning etilgan Sparklarim bor edi. Boshlarni sotdim. Ava. Üstüne sonrasında gelerediniz görerediniz. Sergi çakal. Hava, sergi çakal. Şimdi size yine bir narsa aytayım. Aga iş videonu teyine komentariya oynayamiz. Bolam. Bo'ladi. 200 ming so'm omadli insonlar beramiz. Bo'ldi ketdi. Bolam aga. Xalq uchun 200 ming so'm shu komentariya, chiroyli komentariyalarni yozadilar. Ajoyib aytib shu indiki ishni obzor etgan vaqtimiz shu komentariya egasini aniqligimizdan 200 ming so'm beramiz. Yana siz xolasa plastikini solib, xolasa nalicha o'zingizda ikkitadi. Komentariya egasini o'zingiz belgilaysiz. Tamam, indi videoda. Indi videoda ava pulini men ishtirib qo'yamiz. Bo'ldi aga, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilarimiz, xudo xolasa ko'rib turganlaringiz deb Baxtiyor og'amdan bo'lmagan aksiyalarni o'zim so'rab, qo'shma vaziyalarni o'zim qo'shtirdim. Ajoyib aytib ko'rib turganlaringiz deb bu ishni mashina desangizlar, bu ishni mashinalar bor. Xohlasanizlar tozalar bor, xohlasanizlar Nexus 3, xohlasanizlar Kia inomarkalar ham bor. Bemalol kelib xarid etishingiz mumkin. Manzilni tushuntirdik. Agar tushunmay qolgan yerlar bo'lsa, pastdagi telefon nomerlar bor. Bemalol aloqa chiqarishingiz mumkin. Yana bir narsa aytib o'tib ketayim. Instagramda Shoh Avtosavdo deb yozsangizda, Instagram sahifasi chiqadi. Eng toza kelgan mashinalarni shu Instagramdan ko'rib boraverishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa ishni yangiliklarni chiqarib borishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'ling.